Katta xolasniki bo'lyapti, oddiy xalqqa ichiga kirsangiz. Mana bitta 800 ming, 500 mingga odamlar qiynalib yuribdi. Ahvolni ochiqchasiga gapirish kerak. Men уже bir boshga bir o'lim, qo'rqadigan уже ham yo'q. Xalq qiynalib bo'ldi, haqiqat qolmaganidan. Ish o'rin qani? Соответствующий зарплата qani? Ha? Qani o'sha 15 millionlik oyliklar? Sabab bizda haqiqat, adolat ko'chib ketgan Yaltaga. Haligi puling bo'lsa Xaltada, hokim ham dam oladi Yaltada. Shunaqa, oddiy xalqchi, oddiy xalq. Order ololmaydi. Order viloyatdagilar больницаga yotish uchun order ololmaydi. Lekin qog'ozda shikolat qilib tashaysizlar. Hamma narsa zo'r. Bir martalik moddiy yordam. Nima keragi bor bu yordamni? Ish o'rinni qog'ozda emas, amalda yaratlaring. Bo'ladi o'sha. Ish o'rin yaratgandan keyin oylikni соответствовать qiladigan qilib qo'ylaring. Ish o'rin yaratdik. Qani shu ish o'rin? Qani? Shuncha ish o'rin borligidan kechirasizlar. 7 million xalqimiz anaqada yuribdi. Chet elda yuribdi. Migratsiyada. Ish o'rin bor. Ish o'rin bor deyishadiki, haligi ozodlikdanmi, Fergana Rudanmi, qayerdandir chiqib keladi. Men bitta prezident kelishiga teplitsa qilib qo'yishdi, mana 2 oydan keyin ahvol deb. Xullas kalom, O'zbekiston Respublikasi korrupsiya botqog'ida botyapti. Uni sug'urib olish arqon ham rosa uzun tashalgan ekanda, hech tortilmayapti-da shu arqon ham. Qirilgur arqon shunaqa uzun bo'lib ketibdiki, kechirasizlar-yu, voy bilmadim, bu arqon uzilayotgani yo'q. O aytki 20 kilometr emas, 5 kilometr chiqib ketinglar, hayot qanaqaligini ko'rasizlar. Hamma joy rasvosi chiqib bo'ldi. Benzin oshdi, tushdi dedilar. Qatta 12 ming kecha kechqurun ko'rdim. 95 ming, necha 12 ming, 11 ming 600 bo'pti. Xullas kalom, eski hammom, eski tos, hech narsa o'zgargani yo'q, hamma narsa oshib yotibdi. Lekin televizorimizda yangi O'zbekiston, уважаемые ООН, ОБСЕ, у нас только по телевизору, уважаемые зарубежные СМИ, у нас только по телевизору Новый Узбекистан и Ренессанс 3. По факту, если приедете и заедете в какой-то поселок, в любой поселок по Узбекистану, вы не сможете найти там ни газа, ни света и даже ни питьевой воды. Вы не сможете там найти нормального садика, вы не сможете нормальные школы найти, вы не сможете, про канализацию я вообще уже молчу. Это, вы знаете, по всей республике можно найти. Уважаемые вот эти вот зарубежные СМИ, зарубежные вот эти вот наблюдатели, которые приехали и уехали в выборы. Но нифига вы, кажется, извините за выражение, я прошу прощения, но ничего вы не видели. Ничего абсолютно. Что творится по факту, вы не видели. По факту здесь, извините, большая оппа, озоновая дыра, как говорится. Уже жить невозможно стало. Katta xolasniki kirib ko'ring oddiy xalq ichiga. Saroy javohirlarini chaqirishib, banket qilib berishibdi, $600 soatlar berishibdi. Xullas kalom, nima qilsa qilishibdi. Qaysi tadbirkor kuydi, qaysi byudjet puli ketdi, bola puli desak, byudjet pulidan deyishadi. O'sha bola puli chiqib ketmaydi-ku chet elga. O'sha bola puliga kasha, pampers solinadi. Lekin ana yerda saroy javohirlarini bundoq ko'tarishadi. Keyin haligi agar nimadir qo'ysak, qaysidir video yoki post qo'ysak, alo qilib o'chirib yuborgin deyshadi. Shunaqalar bo'ladi. Shunaqa keyin chet el kanallaridan ko'rib qolamiz. Bor narsa bu, yo'q narsa emas. Haligi prezident kelishiga зеленый дорожка, красный дорожка, haligi 40 tadan teplitsa, 50 tadan gul, 1000 tadan daraxt ekiladi. Prezident ketgandan keyin daraxtni ham olib ketishadi. Haligi teplitsani ham yo'q qilib tashashadi, hech narsa bo'lmaydi. Bu demak, ish o'rin yaratdik deydi. Haligi ikkitasi chiqyapti, ikkita zavodniki, bittasi Olmaliqda, bittasi bilmayman qayerda, 15 million so'mdan oylik olyapman. Ha, yashab boringlar. Sen ikkita 15 milliondan oylik olayotgan ekansanlar. Men bitta 800 ming, 500 mingga odamlar qiynalib yuribdi. Ahvolni ochiqchasiga gapirish kerak. Xalq qiynalib bo'ldi, haqiqat qolmaganidan.
qorni katta boylar bor, shunaqa deb etik qog'ozga orab. Sag'almdoro gapirsak, qidirishadi, poylab o'tirishadi. Haligi dushmanlar ham dushman emas, ular ko'rinmas vahshiy kuchlar deyman men ularni. Ular o'zining vazifasini, davlatning chegarasini qo'riqlashmaydi ular. Ba'zi birovlarning imijini ko'tarish uchun yugurib yurishadi ular. Mana shunaqa bo'ladi. Ba'zi birovlarning imijini faqat shu, ba'zi birovning oilasiga, haligi Oq saroy bilan Ko'k saroydagilarga tegmasa bo'ldi. Ularga davlatda nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, haligi hokim nima qilyapti, prokuror ularga kopeyka, ko'rinmas vahshiy kuchlarga. Haligi 5-6 ta javohir anaqalarni, soldatlarni taxlab olishadi. O'rab gapiryapman. Haligi saroydagi blogerlarni yig'ib olishadi, shu bilan bo'ldi. Haligi men to'g'risini aytaman, mana shu bu baribir neizbежно, partiya olishga baribir neizbежно. Lekin ahamiyat beryapman hozir, mana shu NNOsi borlar boru, NNOsi borlar sekin partiya ham ochadi. Ular потому что bunday служить qilishadi. Ular yes deb turadi-da. Oddiy xalq emas-da ular. Hozir MVD turibdi orqamdan olib ketadi. Men уже bir boshga bir o'lim, qo'rqadigan уже anaqam yo'q. Nima qilishdi? Nima qilib qo'yishdi? Bir boshga bir o'lim. Menda ham har bitta faktiga bitta fakt bor. Asrab turibman, qayerdan nima chiqarishar ekan deb turibman. Poylab har kuni turibman. Davron Pirmuhamedov orqamda turadimi, oldimda turadimi, yonimda turadimi MVD farqi yo'q menga. Nima qilib qo'yishyapti? Xalq qiynalayotganigami? Yangi yil kuni ham 800 ming bir martalik moddiy yordam. Xo'p, 800 ming, 500 ming, 300 ming bo'tta qarz olyapmiz, bo'tta bir martalik yordam tarqatyapmiz. Hay, logika в чем? Logika в чем, baraka topkurlar? Где logika? Bo'tdan chet eldan foizga qarz olyapmiz, bo'tdan moddiy yordam beryapmiz. Baraka topkurlar. Ahror Baratov, sizga keyin tushuntirib beraman. Keyin tushuntirib beraman hammasini. Xavotir olmang. Savolingiz ko'p bo'lsa, tushuntirib beraman. Bizda ahvol mana shunaqa. Ish o'rinini qog'ozda yaratishadi, prezident kelishiga. Любой viloyatda shu narsa bor. Prezident kelishiga ish o'rin eshqalat bo'ladi, teplitsalar quriladi, klasterlar bo'lib ketadi. Prezident ketgandan keyin amin, Allohu akbar bo'ladi. Qog'ozda bor, amalda yo'q. Mana hozir Mavluda qo'yaptilar. Televizor ko'rsam boshqa mamlakatda yashayapmizmi deb qayerdaman deb o'ylab qolaman. Xarobimiz bo'lib yotibdi. Bu chiroylilar qayerda yashar ekan? 15 million oylikni qayerdan olishar ekan? Shunaqa. Mavluda qo'y shunaqa. Bular qayerdan 15 million oylik olishdi bilmayman. Shopirlarni tagida bitta kamaz minsiz, Malibu minsa bo'lar ekan. Bittani kamazmi, bilazmi minsiz, Malibu minsa bo'lar ekan. Gap yo'q. Hammamiz nima edi ularning kategoriyasi? C-mi, Y-mi? O'sha kategoriyani katta mashinaga BC kategoriya deydimi, nima deydi u kategoriyani bilmayman, shopir emas. Mana shunaqa kategoriya olib kamaz minamiz. Ayollar ham, erkaklar ham. 15 milliondan oylik olib Malibu minamiz. Men o'sha Ko'k saroydagi bilan Oq saroydagilar ishonchdimi shu narsaga? Shu gap bo'lganda kosmetika ishlatmayman, Ulug'bek, baraka toping. Meniki fotochop, mana yuzimda dog'lar ko'rinib turibdi, xalq dardida yurib, dog'lar rosa pigment toshib ketgan uka. Gap anaqa qilmang, buzmang, hozir zo'r anaqa bo'lyapti, mavzu bo'lyapti. Вообще вот такое ощущение, что Узбекистан процветает как Швейцария. А по факту здесь наоборот все идет. Никто не видит этого даже, и не слышит даже, и не хотят видеть. Fohishabozlik va shu uchiga chiqib ketdi. Normal holat, massaj salonlar qadamida Toshkent shaharda. Oldin hech bo'lmasa fohishabozlikka ushlashsa, ularni KVD nima derdi, o'shanaqaga olib borib topshirishar edi. Hozirchi yo Ulug'bek to'g'risi hech narsa surmayman. Xafa bo'lmang, anaqa emas. Yo, kosmetika anaqa qilmayman, to'g'risi Ulug'bek. Oddiy narsa mana. Так, Aminapad deputat Feruzaga qo'shilganingizdan keyin sразу negativ bo'lib keldingiz. Nimagadir qilib qo'ydimmi deymanda, lekin orada savollar cho'tka qilib o'tyapsiz, lekin deputatdan ancha narsa o'rganibsiz. Yo'q, men 2 marta uchrashdim Feruza bilan, to'g'risi hali uchrashmadim ham.
sabr kosasi to'ldi deydi-yu Vohid Saidov, sabr kosasi to'ldi. Shu paytgacha yaxshi bo'lar, mayli, yaxshi bo'lar deb o'tirdik. Bizda qanaqa ekan, vahshiy ko'rinmas kuchlar bor-ku. Разделить и властвовать. Niyat shunaqa, разделить hamma blogerlarni bir-biriga urushtirib, teskari qilib, hammani teskari qilib, haligi nima deydi, kimdir partiya ochaman desa, unga teskari bo'lib, boshqa qilib, o'shanaqa qilishyapti bular. FTFT yozibdilar, hokimlarning o'zi buzuq. Mayli bering, agar Oriflame bo'lsa ham mayli. Da, ochiq haqiqat yozibdilar, partiya ochishga harakat bormi? Harakat bor. Nimaga biz ocha olmas ekanmiz partiyani? Ha? Nimaga saroy blogerlari yurar ekan? Haligi Sherzod Asadov. А как это? Вот вы объясните мне, пожалуйста. Вам самому не стыдно за то, что вы сделали? Вы разделяете людей на категории. На категории. Вы делите народ на категории. Шерзод Асадов, являетесь вы пресс-службой, и вы делите народ на категории. Да, вы делите даже интернет на категории. Но это, наверное, у нас Новый Узбекистан, Ренессанс 3, Созеркеллиге. Вот, наверное, так. Я так поняла. Больше я никак не поняла. Haligi o'sha qiladigan marosimlarga undan ko'ra 4-7 ga borib qilganinglarda mayli biz hali unaqa ko'tarilib olmadik oyoqqa deb o'shanaqa qilganinglarda u boshqacha bo'lardi. Timur yozibdilar, hozir mana o'qiyotgandim. Timur, men qilgan ishimni men o'zim bilaman. Mana bugun ertalab 1 yillik qilgan ishimni kimga qancha yordam qilganimni men o'zim bilaman. Baraka toping. Men oshkora qilmayman. Nima qilaman oshkora qilib? Men nima deb o'ylaysiz? Men zo'r kiyinib yura olmaymanmi? Men ham zo'r kiyinib yura olmayman. Menda ham возможность bor, yo'q emas. Lekin xalq ichiga kirsangiz, haligi yaxshi bittani kiyimingizni kiyib shuni avtobusga chiqing, xalq shuni qaraydi sizga. Voy deysizda, uyalasida qo'y, oddiysini tez mana shu kiyimimni oddiysini kiyib olaydi, yugurib ketay deysiz. O'shanga men ham ko'p narsa qilib qo'yganman-ku, lekin endi ja ko'p bo'lmasa ham 1%, 2% qilib qo'yganman. Yordamim tekkan, alhamdulillah. O'sha uchun men u narsani aytmayman, Alloh bilsa bo'ldi. Bizda hamma joy chotki. Bizda hammasi eshkalad bo'lyapti, chotki hamma narsa. Korrupsiyani reyting bilan ko'rsatyapmiz. Kechirasiz, u fohishabozlik boshqa. Men sizga keyin tushuntiraman, lekin shar'iy nikohdagi 7 yillik er boshqa, to'g'rimi uka? Men sizga tushuntirib beraman. Xullas kalom, Polvon va Ruxsora, qaysi davlatlarga sayr qilgansiz? Hozir kichkina o'g'lim to'g'risi Egiptga putovka olib beruvdi, bormadim. Ona adam bilan borib keling, yangi yil o'tdi deb uyga putovka olib kelib berdi. Men aytdim, sen o'zing borib dam olib kelaver bolam, biz bormaymiz dedim. Ona nimaga unaqa deyapsiz, borib keling, yo xolamni olib borib keling, yo ammamni olib borib keling dedi kichkina o'g'lim. Yo'q bolajonim, hozir boradigan vaqtda emasman. Hali ancha qiladigan ishlarim bor. Ishlarimni qilib olay, keyin Xudo xolasa yaxshi bo'lganda boraman dedim. Polvonova Ruxsoraga javob. Bahodir Mirzayev, opa, Qozog'istondagi voqealar to'g'risida nima fikrdasiz? To'g'ri, потому что nimaga biz chidashimiz kerak? To'g'ri qilishdi. Bizda benzin oshsa ham keyin biza o'z nomimiz bilan baliq biza. Maqlamiz endi, chidaymiz. Amirsoyda avtostoyanka 150 ming so'm. Shunaqa, oylik bo'lsa 800 ming so'm. Mana shunaqa bizda. Haligi aytibman-ku, bitta rahbari 4 ta yordamchisi bo'ladi. 4 ta yordamchisini 4 ta kabineti bo'ladi. Itogo 5 ta bo'lsa, 5 tasini 5 ta konditsioneri bo'ladi. 5 ta davlat mashinasi bo'ladi. 5 ta tekin shofyor bo'ladi. Xullas kalom, korrupsiya reyting bilan oshkor bo'layotgan davlatda nima yaxshilik kutish mumkin degan savolga bilmadim deb javob beraman. Lekin nima deydi? Haligi anaqani biza televizorda ko'rayotgan O'zbekistonni qidirib topa olmasak kerak.
opa nima janjal bilan muammo hal qilinadimi bilmadim, janjal bilan muammo hal qilinganini bilmadim. Mana shunaqa gaplar. Bilmadim, Mas'ud Rajabov uni u temani ko'tarishga meni anaqam yo'q, to'g'risi. Meni ham prinsiplarim ko'p, ko'pchilik biladi, ba'zi birlar biladi qanaqa prinsipga ketganimni. Meni ham ja faktlarim bor. O'shaning uchun ko'ramiz, hali vaqt ko'rsatadi. Xudo xolisa Faxriddin Abduqodirov yozibdilar, partiya oching, harakat qiling. Partiya oching, harakat qiling, faqat Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tishingizga ko'zim yetmaydi. Bilyapsiz-ku, bizda korrupsiya reyting bilan bo'lgandan keyin qayerda o'tish anaqasi bo'ladi, lekin harakat qilaman. Sabab hozir ko'p nablюдательlarga ham chiqamiz, уже sekin-sekin chet elga, sabab ko'rishsin, что biz halol anaqa qilayotganimizni, harakat qilayotganimizni. Mana shunaqa gaplar. Bizda cho'tki bo'lyapti hammasi, cho'tki, shokolad, shokolad. Mana shunaqa.